بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محترم عزيز جماعة المسلمين Allah subhanahu va taologa cheksiz hamd va sanolar bo'lsin. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga salovat salomlarimiz yetsin. Allah subhanahu va taoloning muborak oyi bo'lgan Rabiul Soni oyini bugun birinchisida bosh kunida turibmiz. Alloh taolo bu boshimizga kelib turgan yangi oyni barchalarimiz uchun muboraklik qilsin. Alloh subhanahu va taolo mana bu oyda qalbimizdagi yaxshi maqsad niyatlarimizga yetkazsin. Xudoy taborak va taolo bu oydagi ibodat va duolarimizni qabul aylasin. Alloh subhanahu va taolo bu oyni elimiz, yurtimiz uchun, butun musulmonlar uchun bir barokatli oy qilsin. Bugungi jumamiz Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning muborak hadislaridan. Ikki juma Alloh subhanahu va taolo kimlarni yaxshi ko'rishlik to'g'risida, Allohga kimlar yoqadi. Alloh taolo astaizu billah innalloha yuhibbut tawwabin va yuhibbul mutatahhirin. Alloh taolo marhamat qilib men ko'p gunohiga tavba qiladigan bandalarimni yaxshi ko'raman. Va ikkinchi jumada bo'lsa o'zini pokiza saqlaydigan, uyini pok saqlaydigan, jasadini, ahlini, ayolini pok saqlaydigan bandalarimni yaxshi ko'raman. Endi albatta Alloh kimlarni yaxshi ko'rganligini bilsak va o'zimizni Alloh yaxshi ko'rgan bandalardan bo'lishlikka harakat qiladigan bo'lsak, albatta siz va bizlar uchun ulug'larimizning so'zlaridek zararni ketkizishlik, foyda keltirib kelishligidan ko'ra zarurroq. Ya'ni Allohga kimlar yoqmaydi? Qaysi amallarni qilgan odamlar Xudoga yoqmaydi? Alloh kimni yomon ko'radi? Allohning rasuli kimni yomon ko'radi? Albatta mana bu narsalarni ham bilishligimiz, agarki bizlarda mana shunday bir fe'llangan bo'lsak, shu fe'llarni bugunoq shu fe'llardan uzoq bo'lib tashlab Allohga tavba qilishlik, Allohga qaytishlik albatta bir zarur va lozim amallardan deb bilamiz. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamdan Abdulloh ibn Abbos roziyallohu anhu Sahih Buxoriyda keltirilgan hadis sharifda Abg'azun nasi ilallohi salasa. Payg'ambarimiz alayhissalom marhamat qilib Alloh taolo g'azab qiladigan, Alloh la'natlagan, Alloh yomon ko'radigan 3 xil inson, 3 xil sifatda sifatlangan odamni Alloh g'azab qiladi, Alloh la'natlaydi va Alloh yomon ko'radi. Bu dinsiz kofirlar emas, mo'min musulmonman deb iymonga kirib turib, musulmon bo'lib 3 fe'lni o'ziga fe'l qilgan odamni Alloh yomon ko'radi. Bular kimlar? Birinchisi mulhidun fil harom. Harom Makka-i Mukarramada hajga borilyapti, umralarga borilyapti, ziyoratga borilganda haromda mulhid bo'lish. Mulhid nima? Mulhid haromda Makka-i Mukarramaga borib turib, o'sha yerda ma'siyat qilishlik, Ka'bada gunoh qilishlik va o'sha yerga borib turib gunohni o'sha yerda tashlashlikni niyat qilishlik. Faqat u yerda gunoh qilishlik emas, hatto qilayotgan gunohlarini o'sha yerdan qaytganimda tashayman degan niyat qilishlik ham Xudo la'natlagan, Xudo yomon ko'rgan inson. Birodarlar, hozirgi kunda hoji degan bo'lsak, falonchi hojing manaqa degan so'zlar ko'payib ketdi. Bir jumada aytganmiz yozda. Hojilarning ichidagi gunohlarni katta gunohlar qilib, hattoki Xudo harom qilgan narsalarni ichayotganlari, namoz niyozni unutib qo'ygan hojilarning borligi albatta bu shariatimiz uchun, musulmonlar uchun bir xunuk narsa. Shuning uchun Allohga birinchi yoqmaydigan narsa haromda gunoh qilishlik.
yoki haromni ko'rgan, umra haj qilgan odamlarni gunoh amalini qilib turib, boshqalarni oldida hojilikni yoki umralikni bir odamlarga xunuk ko'rsatishlik. Yaqinda bir akamiz aytayapti, hojiga borgan odam yo umraga borgan odamni harom narsani ichishligi bir oddiy narsaga o'xshab qoldi-yu, yomon joyi bir narsada ekan. Nimada? Yomoni hojaga qo'yin, mas'ul qopsiz deyishlikdan og'ir gap yo'q ekan. Birodarlar, mana bu narsani Xudo la'natlagan, Alloh yomon ko'rgan, farishtalari la'natlagan, Allohning g'azabi keladigan amallarning birinchisi hajda yoki hojilarda mana shu katta gunohlarga sho'ng'ishligi ekan. Shuning uchun mana umra sezoni kelyapti. Yaqinda haj boshlanadi. Aroq ichishlikka o'rganib qolgan, benamozlikka odatlanib qolgan, ribo sudxo'rlikka odatlanib qolgan akalarimiz bo'lsin, onalarimiz bo'lsin, bularni shu hajga yuborsam shu gunohini tashavorarmikin deb turib, hajga, umraga tayyorlashlik bu shariatimizda man qilingan. Hajga kim boradi? Umraga kim boradi? U yerga borib gunohni tashashlik uchun bormaydi. Bu yerda gunohdan poklanadi, tozalanadi, poklanib Allohga tavba qilgandan keyin ana o'sha aziz yerga aziz qadam bilan boriladi. Hattoki nos deb chekishlik, sigaret chekishlik, bugungi kunda hajga, umraga borganlar go'yo o'zini uyida, yurtida yurganda o'sha yerlarda chekib turishlik. Mana buni Xudo la'natlashligini. Hatto Allohga eng yoqmaydigan odam haramda shu gunohga botishlik. Bu narsani hatto faqat amalda emas, niyatda ham. Bu faqat hajga, umraga boruvchilar emas, hatto olib boruvchilar uchun ham kerakli, yaxshi eshitib bilishlik kerakki, hajga, umraga boruvchi bo'lsin, olib boruvchi bo'lsin, o'sha borishlikda bir yomon niyatlarni qilib, bir dunyoviy manfaatni foydalanishlikni ko'zlab turib, yoyinki bo'lmasam hajga borganlar o'sha yerdan dunyo maqsadida, yoyinki hoji aka, hoji ona bo'lishlik niyati bilan, yoyinki bo'lmasam kelgandan keyin quda andalarning ichida bir hurmat, sazovor topishlik niyatida borishlik, mana bu Alloh g'azab qilgan, Alloh la'natlagan odamlarning birinchi sifati ekan. Shuning uchun shariatimizda dindagi, islomdagi 5 farzni oxirgisi qilganligi Alloh taolo. Shariatimizda 5-farz haj qilishlik. Iymondan keyin, namozdan keyin, roza, zakotdan keyin haj kelishligi, hamma ham hajga qodir bo'la olmaydi. Hamma ham bora olmaydi. Lekin moli dunyo bo'lsa-la hajga ketavermaydi. Moli dunyo bu dunyoviy taraflama bo'ladigan bo'lsa, endi shar'iy taraflama odam hajga tayyor bo'lishlik kerak. Allohning baytiga yuzini ro'para qilishlikka tayyor bo'lishlik kerak. Nima bilan? E'tiqod, ixlos bilan, Allohdan taqvo qilishlik bilan, mana shu yerda gunohlarni tashlashlik bilan. Mana yuboryapmiz, borib kelgandan keyin boshqalarga ham, hatto hojilarning sha'niga ham la'nat olib berishlikka sabab bo'lganligi uchun Alloh o'sha odamni la'natlayapti. Endi uni qilayotgan sarflari, bolalarini qiylani musofir yurtlarda topayotgan pullari, bularni shariat hisobga olmasdan o'zini hajga borib kelgandan keyin qilayotgan gunohlari. Biz aytganmiz, 1000 dan oshiq, 1400 ga yaqin Yanginoqatimizda hojilar bor. 30 ta masjid bo'ladigan bo'lsa, o'sha hojilarning yarmini hisobga olmaganda ham, yarmini o'sha erkak hoji akalarimiz masjidga keladigan bo'lsa, har bir masjidda 20 tadan hojiga to'g'ri keladigan bo'lsa, bugun masjidlarda bitta ikkita hoji akalar qolganlar qayerda namoz o'qiyapti? Mana bu narsani Xudo la'natlagan. Shuning uchun birodarlar, bu qattiq tegmasin. Albatta mana bu narsa juda ham kam uchrasa ham bittasi ham bir elga yayiladigan narsa ekan. Alloh rozi bo'lsin. Bugungi kunda hoji akalarimiz, hoji onalarimiz, shu qatorda hatto umraga ziyoratga borib kelgan hoji akalarimizni bir ko'rinishlari, yurish turishlari o'zgarganligi, ular tufayli qo'li qo'shnilar, mahallalar bir ulardan ibrat olib, yana hajga, yana umraga boradiganlarning soni yurtimizda ko'payganligi o'sha hojilarimizni yurish turishidan deb bilamiz. Lekin albatta ogoh bo'lishligimiz kerak, bilib qo'yishligimiz kerakki, Alloh yomon ko'rgan birinchi amal haramga boruvchi, haramga borgan odam yo u yerdan kelgan odamni
katta gunohga sho'ng'ishligi nafaqat o'zi uchun, hatto boshqalar uchun ham ta'siri borligi. Ikkinchisi bo'lsa, Allohga yoqmaydigan, Alloh yomon ko'rgan, Alloh g'azab qilib turadigan odam kim? Va mubtag'in fil islam sunnatul jahiliya. Islomga kirib, musulmon bo'lib, otasi musulmon, onasi musulmondan dunyoga kelsa-yu, yurti musulmon, el, qo'li qo'shni musulmonlar bilan birga yashab, o'zi musulmon bo'lib, iymonda bo'lib, hatto namozxon bo'lsa-yu, johillik yo'lini tanlagan bo'lsa, johiliyat yo'lidagi amallarga sho'ng'igan bo'lsa, o'sha johiliyat amallarini xohlab yashaydigan odam yurishi, turishini g'ayri dinlarga o'xshab, o'zini ahli ayol, qiz farzandlarini yurish turishlarini johiliyat g'ayri din musulmonlikdan uzoqda bo'lgan g'ayri dinlarni yurish turishini da yashashlikda bir madaniyat deb biladigan odamlarga Alloh la'natlaydi, Alloh ularni yomon ko'radi. Bularni sifati ko'p sunnatul jahiliya, jahiliyat yo'lini. Bulardan bittasi asabiyalashlik, millatlashishlik, ya'ni millat talashishlik. Bu narsa bizda juda ham ko'p birodarlar. Shu narsadan tilimizni saqlashligimiz kerak. Yoki vataniyashlik, men shu davlatdanman, shu yurtdanman deb, yoki mana millatman deyishlik. Payg'ambarimiz alayhisalom laysa minna, bizdan emas, islom ummatidan emas, man da'a ila asabiyatun degan. Kimki millatlashgan bo'lsa, boshqa millatni pastga uradigan bo'lsa, yoki biror boshqa millatni ustidan kuladigan bo'lsa, o'sha odam islomdan emas degan. Bugungi kunda bu bizga oddiy so'z bo'lib qoldi. Chunki islomda, musulmonlarda ikkita millat bor birodarlar. Bu kufr millati va islom millati. Bundan boshqa millat yo'q. Endi kim musulmon bo'lib turib, boshqa millatdagi, elatdagi odamlarni ustidan kuladigan bo'lsa, o'sha millati uchun, demak u odam Allohdan kulgan bo'ladi. Shuning uchun Alloh uni la'natlaydi. Alloh taolo Qur'oni Karimda astag'izu billah, ya ayyuhan nas, ey odamlar, inna xalaqnakum min zakarin va unsa. Men sizlarni bitta ota bilan bitta onadan yaratmadimmi? Odam alayhisalom va momo Havodan dunyoga kelmadilaringmi hammalaring? Va ja'alnakum shu'uba, va sizlarni shunda millat qilib, o'zbek, qozoq, qirg'iz, tojik qilib yaratdim. Va qabaila lita'arafu, va sizlarni qabila qilib, bo'lay qilib yaratdim. Nima uchun? Bir-birlaringni ustilaringdan kulishliklaring uchun emas, lita'arafu, bir-birlaringizni yaxshi tanishlaringiz uchun yaratdim. Endi ichinglaringda kimlaring ulug'? Qaysi millat ulug'? Arab ulug'mi, ajam ulug'mi? Alloh taolo inna akramakum indallohi atqakum. Ichlaringdagi eng ulug'laring kimlaring Allohdan ko'p taqvo qilgan bo'lsalaringiz, o'shalaringiz Allohning nazdida Allohdan kim ko'proq qo'rqgan bo'lsa, o'sha odam ulug'. Ulug'lik martaba bilan, daraja bilan, yurish turish yoki dunyo, mansab, kreslo, mana bu narsalar bilan emas, yo kiyinishlik bilan emas, yo boylik, yo biylik bilan emas birodarlar. Ustida 7 qavat, 7 yamog'i bo'lsa ham kiyimida, lekin o'sha odamda taqvo bo'lib, Xudodan qo'rqadigan bo'lsa, Allohning shariatini hurmat qilib, Alloh harom qilgan narsani harom bilib, halolini halol biladigan bo'lsa, har qancha ulug' odamdan Allohning nazdida o'sha odam ulug' hisoblanadi. Hattoki mana bu narsa payg'ambarimiz alayhisalom payg'ambar bo'lganda sahobalarning ichida ham bo'lgan bu narsa. Shuning uchun mana bu oyat nozil bo'lgan. Payg'ambarimiz alayhisalom Ka'badek aziz Makka-i Mukarramadagi Ka'batullohning ustiga kimni chiqardi? Payg'ambarimiz alayhisalom Arab yoki qabiladagi eng ulug' odamni chiqarmadi. Oyog'i yalangoyoq bo'lgan, badani qop-qora bo'lgan, o'zi qul bo'lgan, kimdan dunyoga kelganligi bilinmagan Hazrati Bilolni Ka'baning ustiga chiqarib azon ayttirdi. Payg'ambarimiz alayhisalom Madina-i Munawvaraga borganda kofirlarga qarshi o'sha Madina-i Munawvarani atrofi kavlanib bu atrofini kavlab qo'yishlikni ilmini kimdan o'rgandi? Salmon Farsi, biz agar yurtimizga dushmanlar bosib keladigan bo'lsa, atrofni choq qilib, chuqur qilib kavlab qo'yaylik deganda payg'ambarimiz alayhisalom Salmon Farsiyning gapi bilan
o'sha jihatda atrofni kavladi. Sahobalar arablarga yoqmagan ekan, shu yalangoyoq Biloldan ko'ra tuzikroq odam yo'qmi Ka'bani ustiga chiqadigan? Salmon Farsi kim bo'pti kecha Forsdan kelib turib bugun Rasulullohga maslahat beradigan deb. Mana shundan keyin bu oyat nozil bo'lgan. İchlaringdagi eng ulug'laring, qullaring yoki boylaring emas, Allohdan kim taqvo qilsa, kim Allohdan ko'p qo'rqqan bo'lsa, o'sha odam Alloh nazdida ulug' deb. Bu faqat asabiyalashli millatda emas, birodarlar, bu mahalla ko'ylarda, ayniqsa ayollarimizni ichida ko'payib ketayotgan narsa. Hatto yoshlarda ichida bir jo'ra, bir og'ayni bo'lib turib, qo'li yuqqarog'ini yengilroq ko'rishlik yoki bo'lmasam bayrog'iga boshqacha muomala qilishlik. Bu bugungi kunda kattadir kichik ayol erkak har birimizni ichimizdagi bir katta kasallikka aylandi. Alloh kimni la'natlar ekan? Alloh taolo jahiliyat amallarini musulmon bo'lib turib qilgan odamlarni la'natlaydi. Shu qatorida vatan tanlashlik, vatan yashab turgan yerimiz musulmon diyorini hammasi siz va biz uchun vatan hisoblanadi. Shunday ekan, yerlarda masalan bir mag'ribdagi musulmon uchun mashriqdagi musulmon unga aka-uka bo'ladi. Alloh taolo innamal mu'minuna ikhwatun, yer yuzidagi butun mo'min musulmonlar bir-biriga aka-uka dedi. Vatanimiz, bizning yerimiz, agarki bir devor qo'shnimiz bo'lsin yoki eng yaqin aka-uka qarindoshimiz bo'lsa-yu, shariatni bilmasa, johil bo'ladigan bo'lsa, u bizga o'sha mashriqdagi musulmondan ko'ra uzoqroq hisoblanadi. Shunga o'xshash jahiliyat amallaridan Payg'ambarimiz alayhisalom navha tortib dod deb yig'lashlik, ota vafot qilsa, ona vafot qilsa yoki farzand vafot qiladigan bo'lsa, jahiliyat davridagi navhalarni tortishlik ham Alloh taolo yomon ko'rgan insonlarning amalidan. Alhamdulillah bugun ayollarimiz o'sha navha tortib yig'lashlik ancha yo'q bo'lib qoldi. Erkaklarning ichida yo'q bo'lib qoldi. Lekin ba'zi bir ko'rinishlari bor. Umid qilamizki, mana bu narsalar ham tez kunlarda yo'qolib ketadi, chunki bu jahiliyat davridagi qolgan amallardan. Birodarlar, ota o'lsa, ona o'lsa bayram qilib xursandlik qilinmaydi. Yig'lanadi, yig'lashlik shariatda bor. Albatta Payg'ambarimiz alayhisalom yig'lashlikka buyurgan, lekin yig'lashlikni odobini, yo'lini ko'rsatgan. Nima bilan yig'lanadi? Payg'ambarimiz ko'z yig'laydi. Ko'zda ishi, ko'zdan yosh oqadi, qalb eziladi, lekin til istig'for aytadi, tasbih, tahlil aytadi. Navha qilib, ishongan tog'imiding, bog'imiding deb turib, o'sha odamga yo'q sifatlar bilan, hattoki bor sifatlarini aytib yig'lashlik ham shariatimizda yo'q xolos. Shuning uchun janob payg'ambarimiz alayhisalom o'g'illari Ibrohim vafot qilgan paytda o'zlari qo'llari bilan qabrga qo'yayotgan paytda hatto muborak soqollari ho'l bo'lgan darajada yig'ladi. Sahobalar so'rashdi: "Ya Rasululloh, o'limga yig'lash yo'q dedingiz, nima uchun o'zingiz yig'layapsiz?" Payg'ambarimiz alayhisalom yig'lashlikni yo'q demadim, navha tortib yig'lashlik, yolg'ondan yig'lashlik. Mana bugun erkaklarning ichida bir odam mahalladan o'tgan bo'lsa, ayol bo'lsin, erkak bo'lsin, akam, opam deb turib yig'lamasdan yolg'onni so'z ovoz bilan ovoz chiqarib kirishlik. Bu masxaradan bo'lay narsa emas misol. Bu o'lim ashi paytda o'sha odam gunoh olyapti. Nima uchun yig'lamasdan yolg'ondan so'z aytib turib kiryapti? Uni o'rniga chiroyli yig'lamasdan istig'for aytib kirmaydimi o'sha mayyitni misol ziyorat qilib xayrlashlik uchun? Voy akamo, voy opamo deb kirishlik. Yo'inki bo'lmasa mahallada bir ayol kishi o'lgan, bu ayol kishi vafot qilgan bo'lsa, erkaklar o'sha xonadonga, o'sha ayolni ziyoratiga kirishlik bu shariatda harom. Hattoki 60 yil, 50 yil billa yashagan eri ko'rolmayotgan xotinni nima uchun qo'li qo'shni erkak kishi kirib ziyorat qiladi? Nima uchun ko'radi? Mumkin emas. Agar ko'radigan bo'lsa, o'sha erkaklar yusin ayollarni, o'sha erkaklar o'zi kafallasin. O'sha sohibi mayyit uyda egasi erkak kishini kirgizmasin, ayol kishi vafot qilgan bo'lsa. Kim ko'radi? Faqatgina tog'a ko'raladi yoki amaki ko'raladi. Ularning o'g'illariga ham nomahramlik hisoblanadi. Alloh taolo shariatda kim kimga mahram, kim kimga nomahram aytib qo'ygan. O'sha ona o'lganda farzand onasini hali qabrga qo'ymay turib, onasi uchun gunohni ko'paytirib berayotgan narsalardan bittasi nomahram erkaklarni bemalol kirib opam deb turib, uni opasi emas, xolam deb turib, xolasi emas, kirib ziyorat qilib ustida yig'lab turishlik bu noto'g'ri narsa. Payg'ambarimiz alayhisalom mana bu narsa jahiliyat ishlaridan, mana shu odamlarni yomon ko'raman dedi.
yoki ayollarning ichida ayollarni yig'lamaganlarini yig'la deb turadiganlar bor, yig'latadiganlar bor, yig'lamaganlarda ayblab ketadiganlar bor. Shu qatorida mana shu mayitlar o'tgan bo'lsa, shu janozadan olgan ba'zi bir joylarda aytib kelyapman. Yana aytamizki, bugun ayollar vafot qilgan bo'lsa, o'sha o'lim kuni sebberdi, janoza kuni janoza mahali sebberdiga aylanyapti. Mana bu narsa shariatimizda bormi? Ana shu mayit qancha gunoh olishligini o'sha paytda birorta odam, hatto o'lim egasi, o'sha uydagi qizlar, kelinlar o'sha onasini yuvish o'rniga, o'sha onasini kapallash o'rniga, o'sha onasi uchun istig'for aytib, bugun so'roq savollari bor, uni eslashlikning o'rniga kelin qizlar sep tarqatishlik bilan qudalarga, kelganlarga sep tarqatishni ovora. Bu narsa nima? Bu qayerdan keldi? Buni nima uchun ko'rib turib aytmayapmiz? Nima uchun xotinlarimiz uyga shun lata olib kelgan bo'lsa o'limdan, o'sha lata haromligini biz tushuntirmayapmiz? Yo'inki bo'lmasam bu shariatimizda qayerida ko'rsatilgan? Mana bu narsa islomdagi eng harom narsalardan. Buni otingchasi qiladimi? Ayollarimizni yoshi qarisi qiladimi? Bilib qo'ysinki, Xudo la'natlagan amallarning ichidagi mana shu 3 kunning ichida o'sha xonadon avzadorni uyidan bitta cho'p olishlik ham harom bo'lsa, hali mayyit chiqmay, hali janoza o'qilmay turib sep olishlik, haq olishlik, mana bu narsalar jahiliyat davridagi narsalardan. Bilib qo'yaylik, bizda ayollarimiz, opa-sinimizda shu bo'lsa, bilaylikki yonimizda yotgan xotinimiz yoki opa-sinimiz demak Allohning la'natidagi ayol bilan yashayotganligimizni bilaylik. Mana bu fe'ldan qaytaraylik. Onalarimizga aytaylik, bu haromligini yetkazaylik. Ayollarimizni hatto yig'lashlikda navha tortmay yig'lashligini o'rgataylik. Shu qatorida payg'ambarimiz alayhisalom jahiliyatdan qolgan yo'llarda Xudo yomon ko'rgan narsalardan hozirgi kunda bizda ko'p odat, g'ayri dillarning ishi nima? G'ayri dillarning ishi bizda qo'lidan kelganicha ibodatimiz qabul bo'lmasligi, duomiz ijobat bo'lmasligi, Alloh taoloning farishtalari, rahmat farishtalari uylarimizga qadam bosib kirmasligiga ularning ishi shunga harakat qilishlik. Bugungi chiqarilayotgan narsalarni qaraylik. Yosh bolalarning ustida birorta kiyim yo'qki, bir hayvonda yoki biror odamning rasmi tushirilmagan. Mana yosh bolalarni tolib qolishligi, yig'lashligi, mana bu narsalar yosh bolalardagi kasalliklarning ko'payishligi nimadan? O'sha farishtasiz bo'lgan kiyim, hayvonlarda yoki biror narsani, jonli narsani rasmi tushirilgan kiyimlar bo'lsin, yopinchiqlari bo'lsin, tagidagi pastellari bo'lsin, har birida hayvon, insonning rasmlari tushirilgan narsada yotishlik, o'sha yosh bola o'zini o'zi saqlay olmaydi. Muhofaza qiladigan farishtalari bor. Endi biz hayvonlarda rasmi tushirilgan narsalarga o'rab qo'ysak, farishta yaqin kela olmaydi. Yo bugungi kundagi uylarimizdagi bo'lib ham uyimizda to'risi mehroblarga, to'ri tarafiga mehmonxonalarimizga ilib qo'yayotgan kalendarlar bo'lsin, yoki boshqa u hattoki duo qilib turgan bolani rasmi bo'lsa ham shariatda harom. O'sha uyga farishta kirmaydi. Shuning uchun bu degani ota-onalarimizda rasmi qolgan bo'lsa tabarrukona, buni yondirib yuborsin degani emas. Mayli bir esdalik uchun olib qo'yilgan bo'lsin, lekin har xil rasmlarni uylarga ilib qo'yishlik yoki rasmli narsalar, pardalar bo'lsin, shunga o'xshash narsalar. Mana bu islomdan avvalgi narsalardan. Chunki jahiliyat davrida kofirlar nima qildi? Uylarini to'risiga butlarini qo'ydi. Buti yo'q odam butni rasmini ilib olib turib uyini to'riga qo'yib sig'ingan. Bugun bizga o'sha narsani bir kuni ko'rinishi, ibodat qilayotgan qibla tarafimizda shu rasmlarda turishligi, hatto uyimizda shunday bir hayvon yoki odamlar mana bu narsani islomni narsa amali deb ko'rinishga o'xshatib turib duo qilayotgan, namoz o'qiyotgan odamlarning rasmini qo'yib qo'yishlik bu shariatda mumkin emas, birodarlar. Mana buni payg'ambarimiz alayhisalom jahiliyat amallaridan, la'natlangan amallardan dedi. Shu qatorida yana jahiliyat amallaridan musulmon bo'lib turib payg'ambarimiz alayhisalom jahiliyatni yaxshi ko'rishlik, umid qilgan odam Allohning la'natida qoladi, Alloh yomon ko'radi. Buni bittasi bugungi kundagi telefon yoki internetlar. Mana bu internetdan hozirgi kunda hammaning qo'lida telefon, hammaning qo'lida internet. Mana bu narsadan yaxshilikka foydalanish ham mumkin, yomonlikka foydalanish ham mumkin. Yuborayotgan MMSmi, videolarimizmi, SMSmi, mana bu narsalarda nimani boshqaga yuboryapmiz? Bilib qo'yaylikki, o'sha narsa bilan boshqaga da'vat qilyapmiz. Bitta nomahram ayolni
yoyinki bo'lmasam bitta shariat harom qilgan ishni boshqaga yuborishlik bilan o'sha odamni da'vat qilib shu narsaga chaqirayotgan bo'lamiz. Shu qatorida yana zarur bo'lgan narsalardan bugungi kunda internetlarda islomiy savollar deb turib misol har narsani yuborilib turib, mana shu narsani 10 ta odamga yuborib qo'ygan bo'lsangiz, hozir ishingiz o'g'naladi, hozir bir yaxshilikni ko'rasiz deyotganlar. Hatto buni Makkaning imomi tushida ko'rib falon degan narsalar ko'payib ketdi. Mana bu hammasi johiliyat amali. Xudo la'natlagan narsalardan. Buni yuborishlik isrof, mana bu narsa bidat birodarlar. Subhana robbika robbil izzati amma yasifun va salamun alal mursalin valhamdulillahi robbil alamin. Amin.